Yana bitta narsa, uylangan akalar, shu yaxshi shuni miyalangga quyib olinglar. Ayollariga olib kelayotgan narsani eng avvalo onalaring yegan bo'lsin. Noziga. Shikolat ko'tarib kelyapsiz. Twixmi, Bountymi, qanaqa shikolat ko'tarib kelyapsiz. Xotiningizga olib kelishdan oldin onangiz yegan bo'lsin o'shani. Eshityapsizlar-a? Nimaga ertaga bolaysan shunaqa? Bekitib olib keladi. Kirketasi ishida o'rtalarida ko'p bor. Bunaqa joylarga bekitib. Onangizlar yigidimi ya o'shani ya? Yoshligida bekitib siz uchun shikolat olib kelgan onaga bekitib xotinga shikolat olib kirgansiz. Ayolingiz sizdan ibrat oladi. Siz onangizni xorlovsiz, yerga urasiz. Siz yo'qligingizda xotiningiz ham yo'q. Siz oldingizga kelganda muloyim bo'laveradi. Xudo hammasiga insof bersin.